住你，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物说学小分队，怪物说学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。G'alati maqtuqning qatnash masalasi. Govo, biz hozir bir tal yepishqoq barmoq shakllik pechini ichib qoldik. Ha, kim bu pechiniga ig'iz chigalaydi, Makiyas? Menmi, senmi yoki Lillimi? Bunda bo'lsin, kim ratning birinchi o'rinda tursa, shu yesin. Mana men birinchi ratga tizildim. Hey, hozir men birinchi ratga tizildim. Pechine san tava bo'ldi, Govo. Cheqraq ekran doim Govoni qo'rqitib yetadi. Cheqraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematika paydo bo'ldi. Oy, bu chus mijaz Chango apandi ekan. Hey, chus mijaz Chango apandi. Yaxshi emas. Bugun kayfiyatim bek nachar. Chus mijaz Chango apandi doim terikib yuriydi. Sizga qanday yordamimiz kerak? Bugun men do'kondan yepishqoq barmoq shakllik pechinlarni Moslaviyadagi hamma joylarga to'shib o'tatdim. Barmoq shakllik pechida, ama bek yaxshi o'pdi-ku. Meningcha boshqalarning pechinning hammani yeb bo'ldi-ku deyman. Menga yordam qilmasanglar bo'lmaydi. Bo'lmasa men boshqalar pechinni yetkazib beramayman. Nima ish bo'ldi? Mening bu karton mashinam doim to'silib qoladi. Sizlar menga buni hal qilib bermasanglar bo'lmaydi. Bo'lmasa men yo'limni davomlashtirolmay qolaman. Ansirman chus mijaz Chango apandi g'alati maxluq matematika atatikilar hozirla yetib boradi. Tez bo'linglar. Ma'qul, biz chus mijaz Chango apandining mashinasining to'silib qolmasligiga yordam qilaylik. Biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimida foydalanib hal qila olamiz. G'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartmi so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maqtuq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartmi so'zi bo'lsa, sizni kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maqtuq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Sizni hozir demaysan Govo, kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganda andinligin. Ma'qul Lili. G'alati maqtuq matematika atritidagilar biz chus mijaz Chango apandining mashinasidan to'silib qolish masalasini hal qilib boraylik. Dal vaqtida keldinglar. Men bu yerga to'silib qolgan necha soat bo'ldi? Qaranglar, kenimkim yanamadim. Oldimga maqamadim. Oxirda men yanilib piyodalaylik so'qilib ketdim. Meni bak bitiriktirib etdi. Qaraganda siz siziqni bo'ylab maqmagan o'xshaysiz Chango apandi. Yo'ldagi bu siziqni damsizlar? Buni nimaga ishlatadi? Moslaviyada chopir bo'lganlar cho'qim bu siziqni bo'ylab menish kerak. Shu, men siziqni bo'ylab mangan. Qaranglar, siziqni bo'ylab mandim. Biroq men yana to'silib qoldim. U haqiqatan siziqni bo'ylab mandi. Moslaviyada bu endi qanday masala bo'lib ketdi? Sizlar raqamli g'alati maqtuqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqtuq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Siziq. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1, 2, 3. Siziq. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rsatkich ekrani keldi. Bir g'alati maxluq uzluksizliklarni tutashtirmoqchi. U qanday shaklga erishishiga qarab boqaylik. Bu chekitlarni tuzsizlik bilan tutashtiramiz. Qandayroq shakl chiqar ekan? Men toqat qilolmay qoldim. Bu chekitlarni agar siziq bilan tutashtiramiz. Opla, tutashtirish xato bo'lib qoldi. Qaytadan kelaylik. Yana bir qancha agar siziq bilan tuz siziqni sizib chiqaylik. Qaranglar, bu g'alati maxluqning yuzi ekan.
Rahmet sana matematik görüşü ekrani. Bizga bek cho'ng yardım bo'ldi. Biz hozir tuzsizlikni bilib oldik. Yana agresizlikni bilib oldik. Shundaqda yelaymanki, biz tuzsizlik bilan agresizlik orqali Chango apandining qatnash masalasini hal qila olamiz. Siziq degan bu matematik bilim bo'lgandan keyin biz birlikda matematik bilimlardan foydalanaylik. Oy! Bo'ladi, chusmisiz Chango apandi, mashinangizni keyingan turib, tuzsizlikni bo'ylab yana bir qitim mengib baqsangiz bo'lamdi. Ma'qul. Men yana bir qitim mangay. Qani do'stlar, biz birlikda siziqni bo'ylab maqsa nima ish yuz berdiganligini kuzatib boqaylik. Bu qanday siziq? Bu bir tuzsizlik ekan. Chango apandim siziqni bo'ylab menishi to'limi chiroyli, to'limi tuz. Hozirgacha chataq chiqmadi. Yanıla o'xshash, piyodalar yo'liga so'qildi. Biroq bu tuzsizlikni bo'ylab mangan tursa. To'xtanglar, bu yo'l tuz yo'l emas ekan. Qaranglar, bu yerdan boshlab bu yo'l agir yo'l ekan. Sizlar masalani bayqay oldinglarmi? Bu tuzsizlik piyodalar yo'liga tutishibdi. Aksicha bu yo'lga agir sizlik sizilmabdi. Şoňa çüsmijaz Chango apandi tuzsizlikni bo'ylab harakat qildi. Eng oxirida piyodalar yo'liga usib oldi. Bu mening xatoligim emasligini bilatdim. Men degan mukammal ish qildigan odam. Undaqda amsi bu g'alati yo'lni kim sizg'andi? Hay, sizlar mening sizga yangi yo'l sizg'imni yoqtirdinglarmi? Hay. Siz kim bo'lasiz? Men yo'l yasaydigan maxluq. Men yo'l yasayman, yo'l tuzayman. Bugun mening ishga tushgan tunji kunim. Sizga siziqlarim qandaroq bo'pti? Yomon emas bo'pti. Biroq siz nimishqa tuzsizlik sizib qo'yasiz? Piyoda yo'liga taqishib qapti emasmi? Shu emasmi? Asli bu yerga agresizlik sizsangiz to'g'ri bo'ladi. Biroq men agresizlikni qandoq sizishni bilmayotganman. Amsi men sizga uyutib qo'yay. Bo'ladi. Oldi bilan siziq o'chirgich bilan bu siziqlarni o'chirib o'tay. Ama aytishmang. Endi agresizlikni sizib chiqayli. Bo'ladi. Meni keldim. Yaxshi amal bo'ldi, Go'va. Sizlar-chi, kichik do'stlar, sizlarchi bu siziq agri bo'ldimi? Shundaq, nayt chiroyli agri siziq. Chusmijaz Chango apandi, endi cho'ng yo'ldagi siziqni bo'ylab mengib beqing. Hech yerga taqishib qolmay ma'nolaydigan bo'ldingiz. Meni napirdiga vaqt bo'lib ketdi. Xayr xo'sh, chusmijaz Chango apandi. Vazifamizni tugatib bo'ldik. Meningcha tugmagandek turadi. Bu ovozdan chusmijaz Chango apandim chiqarayotgandek turadi. Tez bo'linglar, matematika atirti. Yani nim masala ko'rilganligiga qarab boqaylik. Bayqi odamni bizar qildigan g'alati maxluq surat aslatqichni o'rnatib qo'yibdi. Surat aslatqich degan nima? Surat aslatqich bo'lsa, suratni aslatadigan to'saq, u qatnash qurollarining astroq yo'l yurish uchun o'rnatiladi. Bu surat aslatqich meni to'sib qo'ydi. Butunlay men qizmidi. Men o'talmadim. Qaranglar. Bu yo'lda nim masala ko'rilgandi? Bu qarmoq bo'ladigan narsa ekan. Meningcha buning ba'zi yerlari ozroq agri ekan. Hey, g'alati maxluqlar, sizlar mening yangi yasagan surat aslatqishimda o'zini o'tamsizlar? Bu mening tunji yasagan to'saq. Bu rasmda qaltis bo'lgan surat aslatqish ekan. Yo'l yasaydigan maxluq, biroq buningdan o'tkir bo'lmaydi ekan. Men nimani xato qilgandim? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Siziq. Ko'pchilik tayyorliginglar bitdimi? 1, 2, 3. Siziq. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rchi ekrani keldi. Qar deydigan g'alati maxluq to'saqdan o'tib ketmoqchi bo'pti. Biroq u paq qilgan ovoz bilan tang to'saqdan o'tolmay turib qapti. Nemishqa bu to'saqdan o'tkili bo'lmaydi? To'saqning girvikda tik kelgan joyi bilan tuzsizlik yer bor ekan. Uningdan o'tkili bo'lmaydi, sakrab o'ssimi bekar. Bir dona qiz mashinasi keldi. Bu to'saqni o'ngshimoqchi. Hozir bir agresizlik to'saq asli bo'ldi. Endi bu to'saqdan o'tib ketalaysan. Qar deydigan g'alati maxluq o'ngish chiqadi bu to'saqdan o'tib ketdi. U havoda mo'llaq etib qar devisining ichiga kirib ketdi. Rahmat sana matematik ko'rish ekrani. Bizga cho'ng yordam qilding. Biz hozir jismlarning tuz va agresizliklari bo'lganligini bilib oldik. Yazilashtiraymanki, biz bu bilimni o'rganib olgandan keyin chusmijaz Chango apandining bu to'saqdan o'tishiga cho'qim yordam beralaymiz. Bu to'saqqa tafsiliy qarab boqaylik.
Sizlarcha buningdiki nima sir? G'alati maxluqning o'tishiga to'sqinlik qilyotidi. Bu to'saqning girvigi qandaq? Tuzmi yoki agirmi? Girvigi tuz. Tuz girvakli to'saqdan o'tish tez. Shundaqmi, ha? Masalan, qorda yildigan g'alati maxluqmi tuz girvakli to'saqdan o'tganda paq qilib to'silib qolganti. Deganing to'g'ri, Golvo. O tuz girvakli to'saqdan o'tamagan. Shunga bu to'saqdan o'tish uchun biz Men bilaman. Biz Chusmiza Chango apandini qorda yilish taxtasiga chiqirayli, ha? Ko'vo, biz bu to'saqning girvigini agir qilib o'ngsak to'g'ri bo'ladi. Buni menga topshiringlar. Men bu girvaklarni agir qilay. Men to'saqni mana mundaq agir to'saq qilay. Tikjaylarni chiqarib o'tay. Bitdi. Bo'ldi. Chiroyli agir girvaklik to'saq yasilib bo'ldi. Mağdığa vaqtim bo'p qoldi. Men hozir barmoq shakllik bichlarni opirib agilmarman. Bularni silay beray. Sovuq qildim. Men mangay. va yepishqoq barmoq shekillik bichina haqiqatan bak yeyishlik. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atrofdagilar. Biz Chango apandining qatosh masalasini hal qildik. Biz tuzsizlik va agirsizlik munosabatli bilimni o'rgangandan keyin shunga g'alaba qila oldik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yortayli. Hamma 3 sanayman. 1 2 3. Oy! Biz matematika bilimini g'alaba qilishni istaldik.